Rivojlanayotgan mamlakatlarda mana bu 5 sohada milliardlab pul topsa bo'ladi. Biz esa rivojlanayotgan mamlakatga kiramiz. Agar siz konnektografiya kitobini o'qisangiz, u yerda shunday matnlar keltirilgan. Milliard topish uchun birinchi yo'l bu tekstil. Tekstildan kelayotgan zararlar uchun ekologiya ko'zini yumadi. Shuncha insonni ish bilan ta'minlash kerak. Keyingi soha bu qurilish. Chunki bu mamlakatlarda inflyatsiya yuqori bo'lganligi uchun aholi o'z daromadlarini saqlab qolishning eng qulay usuli bu ko'chmas mulkka investitsiya qilish. Keyingisi bu ta'lim. O'sib kelayotgan avlod najot faqat ilmda ekanligini yaxshi tushunishadi. To'rtinchisi bu agrar xo'jaligi. Chunki buncha aholini oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji yuqori bo'ladi. Beshinchisi bu turizm. Mamlakatda arzonchilik bo'lganligi uchun ko'plab xorijiy mehmonlar arzon narxga yaxshi xizmat ko'rib ketishni istashadi. Siz ham biznesda boshqaruvchi bo'lib, biznes tamoyillarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Sorbonne universitetiga o'qishga keling. Bu yerda sizni 2-kursdanoq o'z yo'nalishingiz bo'yicha ishga joylab qo'yishadi. Qo'shimcha ma'lumot uchun kommentga plus belgisini qoldiring.